11 bitimni o'rganish va analiz qilish jarayonida tuvandagi kitoblarni asos qildi. 11 bitimning moddalarini analiz qilishda Nabijon Tursunning kitobini asos qildi. Chunki Nabijon Tursunning kitobidagi 11 bitimni Uyg'urlar asos jihatdan qabul qiladi. Chunki uni 11 bitimning asli Uyg'urcha nusxasi deb taniydi. Bugun biz 11 bitimning 10-moddasini analiz qilamiz. 11 bitimni o'rganish jarayonida tuvandagi. Birinchisi ma 3 kitob. Chunki adocha qarama Uyg'urcha nimalarni analiz qilganda bir necha, masalan, Uyg'urlarning ichida qanday ishlar bo'ldi, ruslarning ichida qanday ishlar bo'ldi. Buni analiz qilganda ruslarning kitobi chiq. Ruslar materiallar, Uyg'urlar material bor. Undan keyin ma 3-rasmda ko'rsatayotgan Nabijon Tursunning umum Uyg'ur tarixi, Sayfiddin Azizning Umr dastoni, Maynur Qosimning Ahmadjon Qosimni aslayman. Bu 3 kitobi, bularning ichida nurg'un materiallar bor. Undan keyin rasm 4 ga kelinglar. Atlantik'te. Ma 4-chi, ma eng chapdagi ma inglizchasi bo'lsa, Ili Rebellion. G'ulcha qo'zg'oloni musulmonlarning Xitoy hokimronligiga jang e'lon qilishi deb ibtiray. Ma Linda Bensonning bu kitob endi inglizchada 2-chi jumriyatni tadqiq qilishda bir huquqdorlik, bir asosli kitob deb hisoblandi. Bu nihoyat inchik tadqiq qilgan shunday sabab xalqaro vaziyatlarni. U vaqtda Sharq Turkiston 2-chi jumriyatni bartaraf qilish uchun Ruslar askari bor. Ulan Kinglar chiqilmaz. Angliya mı o'zining ishkin jasuslarni avatgan. Yaponiya mı avatgan, Amerika mı avatgan. Amaliyotda shu vaqtda Urumchi, Qashqar bu ishkiga g'uljiga ancha boran bu g'uljiga kirgizilmagan ruslar bor. Urumchi va Qashqarda jasuslar, xalqaro jasuslar urushi boshlangan yer. Unda kimlar to'xtamiş. Ma 3-chi, ma o'ttirikisi Junhua Mingo degani Gomindan hukumatning shuning maxsus tarixi deganning 10-qismda chegara va asonliq millatlarda Sharq Turkistondagi ahvollarni tushungan. Bularni biz Xitoy ichida nima o'ylab bo'lyotdi, qanday muzokaralar bo'ldi, qanday tushunchalar bo'ldi, buni biz Xitoycha materialda izlaymiz. Uyg'urlar shunchalar ziyonlar ashad bo'lib, Uyg'urlar shu davrda to'g'ri hech qanday xatir qoldirib qo'ymabdi ekan. Hozir bir aslimiz qancha bir xatir qolmak kunlik mandada birini qoldirib qo'ymabdi ekan Uyg'urlar. Ma Jangjudu jinni qo'yg'idek, ya'ni topolmay. Ya bu emas, bu masalanga 45-yildan tap 49-yilda Sharq Turkiston deganda bütün Uyg'urlar gavda surib, yo'llar ko'rib bir-birlariga chos berib, bu yondagi har bir maktab bo'lib, marshal deb general bo'lib, davr surgan Uyg'ur ziyolarining hammasi ashak to'plangan. Shularni menda bir xotira qoldirmabdi-ki, malkin menda ish bo'lyapti deb. Chunki Uyg'urlarda hech material yo'q. Ma inoqli Jangjudu. Bu Jangjudu endi Xitoylarning bir rivoyat. 900 askar bilan 40,000 askarni taslim qildiganda 900 hech qanday qurol qolmagan, qurolsiz qolgan 900 banka Xitoyni qilib Ahmadjon Qosimlar suhbat o'tkazib 40,000 askarni Xitoyga taslim qildirib, 2-chi jumriyatni vayron qilayotgan. Bu Xitoylar tarixida bir rivoyat bir odam. Rasm 4 ga kelinglar. Rasm 5 ga. Tuandiksi. Ilaqa mavzudonga nimkagida. Mana. Ma'u so'ng tarafga ma'u Şinjan Şilat inqilobidagi cho'ng ishlar. Buningdimi mushu hamma materiallar to'plangan. Masalan, Nabijon Tursun, Ahmad Qosim, Sayfiddin Aziz, Maynur Qosim mush kitoblarda shu vaqtlarda bu hujjatlarning hammasi bularning ichida bor. Mush kitoblarda-chi gaylarning tushuntirishda ancha-muncha farqi bor, lekin asosiyatdan bularni tushundirishi bor. Bu kitobni ko'rib chiqdim. Undan keyin ma o'ng chatdagi bo'lsa, meniki machitiga akiranga 11 bitimning mayq 11 bitim degan yer. Uyg'urcha. Mani endi Uyg'urlar Nabijon Tursunning mushtag'i buni Uyg'urlar 11 bitimning asli nusxasi deb hozir qabul qildi. Mushitni asli nusxasi deb 11 bitimning o'qimak noy tas buni mundaq qilsanglar qadimki shu vaqtdagi Uyg'ur tilida yozganki, biz mushini analiz qilamiz. Chunki bu Uyg'urlar Maynur Qosim degani ishlatsangiz, uni Xitoylar o'zgartdi deydi. Sayfiddin Azizning ishlatsangiz, Xitoylar o'zgartdi deydi.
Lekin Xitoychilikda mayli qanday kitob e'lon 11 bitim nusxasi o'xshash. Buni bir tuanda analiz qildim. Rasm 6 ga kelinglar. Tuandikana. Mavi yan birisi mavi Şinjan Funbao Çişinyan Şinjan'daki 70 yıl Burançapkon degan bu kitap 70'tin 200'de Xitoy mutaxassislar birleşip uzun yıl aşan yazgan nurg'un yil obyektiv yaxshi analiz qilgan kitap. Şu vaqtdagi voqealarni, ishki haqlarni Xitoylarning boshliq o'ttirlariga suhbatlar bunun to'liq ilingan. Bundan qilmish. Ma o'ng tarafdagi ili tarixiy materiallarımı G'uljining shu vaqtlarda yildi. Hozir bo'lsa bunlarni yaqin kelmaydi Xitoy. Naydi to'g'ri yozgan bu kitobni yozgan vaqtlaridami yuqorqi sayfidan Maynur Qosimning kitoblaridan nurg'un materiallarni ilib ishlatgan, lekin nayt yaxshi analizlar bor shu vaqtdagi Uyg'urlar. Undan keyin ma'vo rasm 7ga kelgan. Ma rasmiyatda oldidagi yuqorga o'xshaydi. Inchatdiki, machatdiki. Buni aba Şinjan Funbao bu kitap. Bu yakında qo'limga keldi. Bu Wu Zhongxin degan bu adam shu vaqtda Jiang Kai's katibi bo'ladi. Shu katib bo'lgandan keyin Şinjan Riji deb Şinjandagi kunlik xotira deb bir daftar tutib, Şinjandagi har kun bo'lgan ishlarni, shu vaqtdagi Şinjan Xitoylar o'tirishga suhbatlarni, talash tortishlarni yaxshi xotirlagan. Keyingi suhbatlarda buni ko'tarib chiqamiz. Şinjan'da aran 900 askar bilip eğer Milli Armiya Manas deryasida o'tib qolsa hech qanday qurolli, hech qanday qarshiliq qilmay taslim bo'linglar deb yozgan buyruqmishlar mush odamlarning kitobi. Manas deryasi emas, mushda o'tib ketganmiz Xitoy taslim qilib Urumchidan chiqdi. Shu vaqtlar bor. Uningdan keyin rasm 8ga kelma. Tepedga. Uningdan keyin ana yurt uyg'ongan zaman. Yuqorida yozgan bu ikkisini nurg'unlar bu ikkisi asan adabiyot, bu adabiyotlashtırib etgan deydi. Bu ikkisi tarixiy yozuvchilar. Yozuvchilar bo'lib qolmay, bular tarixiy yozuvchilar. Historian writerlar bular. Shuning uchun bular nurg'un masalalarni shu vaqtida g'oyalarni o'zining ifoda qilib yozgan. Keyin ana yurtim ko'rimiz. Zordun Sabirning bu taslimchilik bo'lgan so'zlari bor. Albatta İlhan To'rining og'zi orqali so'zlaydi. İlhan To'rining vaqt so'zligini, lekin intayin qattiq hozirgi bugungi ahvolni oldimizga mushta tushuntirib berdi, biz so'zlaymiz. Endi 10 bitim keladi. Mishat bo'lsin, men midirmay tursin. Men oldin deb bo'ldim. Men bu yerda Sayfiddin Azizning, Maynur Qosimning Nabijan Tursun'un üçünün kitabını kılma. Şunu bu üçünün kitabının farkını, Xitoyda bo'lganligini so'zlash uchun men bu üçünün kitabidagi har birini ayrım o'qib chiqaman. Ma'vo birinchisi Maynur Qosim Ahmad Efendimni eslayman. Birinchi qism 370, 360 ya 357 betda. Mana 10. maddında Milli Armiya kuruşqa ruxsat qılındı. Ama 11 bitimde 10-ci cümleler ve meyadda ayrımda 11 bitim çıkıp yattı. Milli Armiya kuruşqa ruxsat qılındı. Uni yerlik xalqlardan to'liqlash prinsip qilinishi shart. Bu armiya bu qitimqi voqeaga qatnashgan armiya tarafdan davlat armiyasining tuzilishiga asoslanib Devlet armiyanın tüzülüşüge Xitoy bo'lishdi. Tüzülüşüge asoslanib tüzüp o'zgartib tashkil qilindi. Bu armiyanın odam soni va turar joyi ayrım muzokara qilib, qo'shimcha hujjatning ikkinchisi qilib imzolangandan keyin kuchga ega bo'ladi. Bu armiya mashq buyruqlarida Uyg'ur, qozoq til yoziqlarini qo'llanishi prinsip qilinadi. Bu armiyadagi her tercihlik ofisirlar burunki mensibini saqlab qilish usuli bilan muddat bo'yicha ofisirlar maktabiga avatilib, ofisirlik bilimini to'liqlaydi. Bu armiyaga hukumat ta'lim tarbiya xodimlarini avatib, mashq ishlariga yordamlashtiradi. Şinjan'da turuşluq merkez armiyasi bu armiya bilan bir yerde turmaydı, hem de o'zaro do'stlik munosabatini saqlaydi. Bir-biri bilan o'cha kishadigan ishlarni qilmaydi.
o'tishadigan degan gapga shu vaqt shunday yozildi ekanda. Qolganlari haqida qo'shimcha hujjatning ikkinchisiga qaralsin. Mana bu Maynur Hosimlik kitobi. Rasm 10 ga keling. Tepedeki. Mana bu Sayfiddin Aziz Ömür Dastani. Ana muştani ichida Sayfiddin Aziz birdan bir qatnashgan go shu jangning oxir. Sayfiddin Aziz Ömür Dastani 2-chi qism 174-bet. 10. Milliy armiya qurishga ruxsat qilinadi. Uni musulmonlardan to'liqlash prinsip qilishi shart. Bu armiya bu qitimki qo'zg'olonlarga, qo'zg'olon deb qo'ygan. Qo'zg'olonlarga qatnashgan armiya tarafdan davlat armiyasining tuzilishiga qarab o'zgartib tashkil qilinadi. Bu armiyaning odam soni va turar joyi ayrim muzokara qilib, qo'shimcha hujjatning ikkinchisi qilinib, imzolangandan keyin kuchga ega bo'ladi. Bu armiya mashq buyruqlarida Uyg'ur, qozoq til yoziqlarini qo'llanishi prinsip qilindi. Bu armiyadagi har darajali ofitserlar burungi mansibini saqlab qilishi usul bilan muddat bo'yicha ofitserlar maktabiga avatib, ofitserlik bilimini to'liqlaydi. Bu armiyaga hukumat ta'lim-tarbiya xodimlari avatib mashq ishlariga yordamlashtirdi. Şinjan'da turuşluq merkez armiyasi bu armiya bilan bir yerde turmaydı hem de o'zaro do'stlik munosabatini saqlaydi. Bir-biri bilan o'cha kishadigan ishlarni qilmaydi. Qolganlari haqida qo'shimcha hujjatning ikkinchisiga qaralsin. Rasm 11 ga keling. Tuandagi tash. Aşın çıkarıp koyun. Nadican Tursun, Uygur Umum Tarihi, 8. tom, 617'den 618. bet. 10. madde, Nadican Tursun'daki kitabını okuyadım. Hemen mani. Yani tekrar da okuyayım. Benim konuyduğum sel gal, şuna hata okuyasam apu sorayım. 10. Milli armiya kısımlar teşkillenidi. Bu kısımlarının tolduruluşu dairevi belge bilen Müslüman halklardan buluşu şart. Bu milli kısımlar lalçı, magapni çın tutunlar, kimin analiz kılınır. Lalçı harbi kısımlarını qaytadan devlet askeri terkibiga muvafık kuruş yolu bilen teşkil kılınır. Askerlerini o'qitish ve kumandan berish işleri Uyghur ve Kazak tilida bo'ladi. Bu qismlarning kumandanları o'z vazifa ve unvonlarini saqlaydi hem o'z darajasi bilan vazifasini saqlab turib, belgilik muddatlarda harbiy maktabga ta'lim-tarbiya ilish avitildi. Bu qismlarga hukumat tarafidan ta'lim-tarbiya berish uchun kishi avatib ta'lim berish ishlariga yordamlashadi. Merkezning Şinjan'da turg'uchi askeri, dikkat qilinglar, merkezning Şinjan'da turg'uchi askeri qismlari milliy harbiy turgan rayonlarga o'rinlashtirilmaydi. Merkezning askarlari ve milliy harbiy qismlari o'zaro do'stlik munosabatlarini saqlashlari lozim hamda o'zaro bir-biriga qarshi hech qanday dushmanlik harakatlarini qilmasligi shart. Bu askeri qismlarning soni, miqdori, to'g'riliq turadigan o'rinlari haqida ayrim muzokara qilib, ayrim qo'shimcha tuzilib, imzo qilgandan keyin kuchga ega bo'ladi. Qolg'ini qo'shimchaning ikkinchisida ko'rsatildi. Men rasm 12 Xitoycha. Men buni o'qib jo'mdim. Xitoycha men selishtirdim. Rasm 12 ga keling, mana ko'rib o'tkazsin. Rasm 12 ga.
Xitaycha. Ya bu okey. Resim 12. Ana aşağı. He. Mana resimchi Xitoyninki 10-chi, ha. Tuanda analiz qilamiz. Men buni o'qib chiqdim Xitoychini bu yerda, jumla. Men Xitoychida mayli qanday materialni olsanglar, bu bitim 10-chisi o'xshash jin pashchiklardan tortib, ha. Pashchiklardan. 11 bitimning 10-maddasi Nabijon Tursun, Sayfiddin Azizi va Maynur Qosim kitoblarida Xitoychaga mazmun asosi o'xshab ketadi. Bu yerda lekin asli nusxasida biroz aldamchilik bor. Nabijon Tursunning kitobida ozroq o'xshamaslik bor. Buningga tuanda tushuncha beramiz. Endi biz 11 bitimning 10-maddasini jumla analiz qilaylik. Rasm 13 ga keling.